Iflos til keltirgan fojia. Hovli to'riga o'rnatilgan supada ko'rpa qaviyotgan Komila xola keliniga biroz achinish bilan qarab qoldi. Mehr bilan gullarga suv quyayotgan Mohina kelini judayam mehribon, sarishta va odobli chiqdi. Kelinini birinchi kelgan kunidanoq judayam yaxshi ko'rib qoldi. Ammo mana o'g'lini uylaganiga 6 yil bo'libdiki, haligacha kelinini bo'yida bo'lmadi. Qancha olib bormagan doktoriyu tabibi, domlalari qolmadi. Yaratgan bermasa, bandasining qo'lidan hech narsa kelmas ekan. Nailoj, Xudo berib qolar deb sabr bilan kutishyapti. Xudoning farzandlariga ham yozgan yaxshi kunlari bordir. Mohina qizim, labbay ayajon, bugun mehmonlar keladi. Bilasiz-a, kech ham bo'lib qoldi. Oshni boshlavering. Xo'p bo'ladi ayajon, sabzini to'g'rab qo'yganman, hozir boshlayman. Qo'lidagi shlangni yig'ishtirib qo'ydi-da, oshxona tomon yo'l oldi. Gaz plitaga qozonni qo'ydi. Yog'ni soldi-da, qizdira boshladi. Ammo oshxonani yog'ning hidi tutgani hamon o'zini yomon his qila boshladi. Lohas bo'lib ketdi. Ko'ngli ko'tarilib qayt qilgisi keldi. O'qchib hovliga yugurib chiqdi. Rangi oqarib ketgandi. Unga ko'zi tushgan Komila xola chopib keldi. Nima bo'ldi qizim? Bilmadim ayajon, yog' hidiga ko'nglim ko'tarildi. Nimanidir tushunib qolgan xola ko'zlari namlandi. O'zingga shukr Xudoyim, o'zingga shukr. Qizim, siz bora qoling. Boshqa ishlaringizni qiling. Oshni o'zim qilaman. Bir kulib, bir yig'lab oshxonaga kirib ketdi. Ashraf kenja o'g'il bo'lgani sababli odatga ko'ra katta hovlida qoldi. Opalari uzatilib, akalari ro'zg'orini boshqa qilib, hammasi o'zlariga hovli joy qilib birin-ketin chiqib ketishdi. Yolg'iz onasiga g'amxo'rlik qilish Ashrafning zimmasida qoldi. Onasini judayam yaxshi ko'rardi va aqlli, dono, o'qimishli yigit bo'lgani uchun onasiga juda yaxshi qarardi. Ammo biroz ta'sirchanroq edi. Xullaski, bu oila mahalladagi eng ko'zga ko'ringan ibratli oila edi. O'sha kuni ishdan kelib, xotinini homilador ekanini eshitib, uni qo'yarga joy topolmay qoldi. Shu kundan boshlab har kuni 2 mahal ishdan kelib, xotinidan xabar olib keta boshladi. Xotini istagan barcha meva-chevalarni muhayyo qilardi. Uni judayam avaylardi. O'g'il yoki qiz ekanini aniqlaylik deb Mohina bir necha bor qistovga olgan bo'lsa-da, Ashraf ko'nmadi. To'g'rida, o'g'ilmi, qizmi baribir farzand. Asosiysi xotini homilador. U shunisiga xursand edi. Mohina, labbay dadasi, homiladorligini bilgan kundan boshlab erini shunday chaqira boshlagandi. Bugun kechga ziyofatimiz bor, kechroq kelaman. Agar bir o'zing qo'rqsang, ayamlarni oldiga chiqib yotgin. Qo'rqmayman dadajonisi, sizning kelishingizni kutaman. Yaxshi borib keling. Tabassum bilan erini kuzatib qoldi. Ziyofat berayotgan do'sti anchagina badavlat, ishbilarmon va shu bilan birga biroz maqtanchoqroq edi. O'zini do'stlari oldida ko'rsatib qo'yish uchun shaharchaning eng qimmat restoranida ziyofat uyushtirdi. Hazil-huzul bilan ziyofat juda chiroyli o'tyapti. Hamma shirakayf. Aroq degichning oxiri ko'rinmaydi. Bir necha xil ovqatlar, stol ham juda yaxshi bezatilgan. Yo'q narsaning o'zi yo'q. Sardor, ziyofat egasi, Ashrafga so'z qotib qoldi. Ashraf do'stim, senga deb bir qadah so'zi aytsam degandim. Yangi mehmon kutyapsizlar deb eshitdim. Shu to'g'rimi? Albatta, Sardor shunday. Ashraf bu so'zlardan o'zini biroz noqulay his qildi. Bundan judayam xursandman do'stim. Qancha payt farzandsiz yurding, sen ham farzandli bo'lishga haqlisan. Sardor gapirardi-yu, uning gaplarini na samimiyligini, na kinoyaligini tushunib bo'lmasdi. Ammo bu gaplar Ashrafga nashtarday botardi. Ashraf, ota bo'lishingga qancha qoldi? Mast bo'lib, mijg'ovlanib qolgan Sardor gapini hali beri tugatmaydiganday.
Oz qoldi do'stim, oz qoldi. Nasib bo'lsa qo'y so'yib ziyofat beraman. Ashraf samimiy tabassum bilan do'stiga boqdi. To'xta, aniq aytchi, bu senga nega kerak, Sardor? Biroz chegaradan chiqyapsan. Men turaman, mendan ranjimagin. Rahmat hammasi uchun. Mayli. Ashraf, sen 6 oy oldin qayerda eding? Endi o'rnidan turgandi. To'xtab, ortga o'girildi. Ish yuzasidan komandirovkaga ketgandim. Farzandlik necha oylik? Sardor, Ashraf qizarib ketdi. Nima demoqchisan? Bo'ldi, Ashraf, qizishma, do'stmiz-ku, hazillashib bo'lmaydimi? Jiddiy olmada endi. Afsuski, g'isht qolipdan ko'chgandi. Ashraf boshqa o'tira olmadi. Do'stlarning hay-haylashiga qaramay chiqib ketdi. Ichgani sabab mashinasini restoran oldida qoldirdi. Ko'chalarni biroz aylandi. Og'ir, vazmin yigit bo'lsa-da biroz ta'sirchanroqligi pand berdi. Sardorning gapi uning boshida kapalakday aylanardi. Yo'q, unday bo'lishi mumkin emas. Mohina hech qachon menga xiyonat qilmaydi. U menga sadoqatli, meni yaxshi ko'radi. O'ziga o'zi gapirardi. Ammo xotinim 6 oylik homilador. 6 oy oldin esa men komandirovkada edim. Nahotki? Yo'q, axir, unday bo'lishi mumkin emas. Goh u xayol, goh bu xayol uni g'ijimlardi. Ko'chalardan ketib borarkan birinchi duch kelgan pivo barga kirdi. Boshida bir yumkadan ichishni boshlagan Ashraf o'zini bilmas darajagacha icha boshladi. Sen 6 oy avval qayerda eding? Sardorning gapi Ashraf boshiga kileylab qo'yilganday qayta aylanardi. O'zini bosishga qancha urinmasin eplolmasdi. Sen 6 oy avval qayerda eding? Ammo u o'zicha qilayotgan hisob kitobida adashayotgan edi, chunki komandirovkaga 6 oy emas, 5,5 oy avval borgandi. Ammo uni ichiga kirib olgan shaytonning peshobi unga to'g'ri fikrlashga xalaqit berardi. U komandirovkaga ketgan mahal xotini ota-onasini yoniga ketgandi. Bir haftaga, balki shunda. Yo'q, qattiq ovozda baqirib yubordi. Pivo barda o'tirganlar birdan unga qarashdi. Vajohat bilan o'rnidan turdi. U Mohina menga xiyonat qilgan degan xulosaga kelib ulgurgandi. Ko'chaga chiqdi. Bekatgacha bazo'r yetib oldim. Taksi to'xtatib uyi tomon ketdi. Qo'llari judayam mahkam tugilgandi. Yuzida g'azab nishonasi o'laroq qizil no'xatdek donachalar paydo bo'lgandi. Uni yaqindan taniganlar hozir uni shu ahvolda ko'rishsa, bu odam Ashraf ekaniga katta shubha bilan qarashgan bo'lardi. Uyga yetib keldi. Darvozani daranglatib tepib ochdi. Ko'zi qonga to'lgan bo'ri qiyofasida xonasiga kirib bordi. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi, dadasi? Uxlamasdan erini kutib o'tirgan Mohina Ashraf kelganidan xursand holda unga peshvoz chiqdi. Dadasi dema meni, xotinini yuziga shapaloq tortdi. Hech narsadan bexabar Mohina polga yuz tuban yiqildi. O'zini yo'qotib qo'ydi. Nega, nima uchun dadasi? Dadasi dema dedim senga, fohisha. Yana bir shapaloq tushirdi. Ashraf tobora vahshiylashib borardi. Xotinini tepishga o'tdi. Fohisha. Endi xotinini qorniga ayamay tepa boshladi. Baqir-chaqirdan uyg'onib ketgan onasi yugurib keldi. Ammo kech bo'lgandi. Bu paytda Mohina hushidan ketgan va lozima qip-qizil qonga belangandi. Onasi Ashrafga yopishdi. Kuchsiz qo'llari bilan o'g'lini ko'kragiga, yelkalariga ura boshladi. Noinsof, vijdonsiz, shunchalik ham urasanmi? Senga nima yomonlik qildi axir? Onasi telbalarcha baqirib yig'lardi. Ashraf birdan jim qoldi. Kayfi tarqadi shekilli, bir onasiga, bir polda hushsiz yotgan xotiniga qaradi. Karaxt bo'lib qoldi. Nimalar qilganini angladi. Nima qilarini bilmasdi. Yuzlari pir-pir uchardi. Ko'zlarini tez-tez yumib ochardi. Onasi esa xotinini boshini ko'tarib tizzasiga qo'yib olgan, qizimlab yig'lardi. Mashinang qani? Mashinami u yo'q. Qoldirib kelgandim. Ashraf aqldan ozayotganga o'xshardi. Tez yordamga qo'ng'iroq qil, yer yutkur, onasi baqirdi. Hozir. Biroz vaqt o'tib yetib kelgan tez yordam mashinasi Mohinani kasalxonaga olib ketdi.
Jonlantirish bo'limida 2 kun hushsiz yotgan Mohina 3-chi kuni o'ziga keldi. Ammo tilsiz va harakatsiz edi. Shifokorlarning uning ota-onasiga qizi o'ziga kelgani, ammo juda ko'p qon yo'qotgani, ko'pgina ichki a'zolarga qattiq shikast yetgani sababli umid yo'q ekanini, har narsaga tayyor turish kerakligini aytishdi. Ota-ona bukchayib qolishdi. Yum-yum yig'lardilar. Kutish zalida o'tirgan Komila xola esa ko'zlari bir nuqtada qotib qolgan, har payt telbaga o'xshab boshini sarak-sarak qilib qo'yardi. Lablari esa rozimasman juvonmarg deb pichirlardi. Harakatsiz shiftga termulib yotgan Mohina esa ertasi shomda ko'zlarini yumdi. Abadiy yumdi. Shu kunlarda ko'chalarda Ashraf ismli telba paydo bo'lgani haqida odamlar orasida gap tarqadi. Xulosa o'zingizdan.